Assalomu alaykum do'stlar, Shaxmat olimi kanaliga xush kelibsiz. Hammamiz bilamizki, shaxmat jabhalari juda ham ko'p va asosiy, misol uchun, jahon chempionlarini boshqa shaxmatchilardan ajratib turadigan narsasi ham aynan mana shu shaxmatni hamma jabhalarini juda ham mukammal tarzda o'ynashni bilganligida. Tabiiy holki, bitta yo'nalishda hech qayerga, ya'ni uzoq joygacha borish mumkin emas. Faqatgina kombinatsiyada, faqatgina strategiyada yoki bo'lmasa faqatgina debyut nazariyasini yaxshi bilganligi uchun. Yo'q. Shaxmatda hamma jabhalarda yaxshi o'ynay olish kerak va ana o'shandagina sizga omad kulib boqishi mumkin. Nima uchun bu gaplardan ta'kidlab o'tmoqdaman? Misol uchun, jahon chempionlari aynan nimasi bilan farq qiladi boshqa shaxmatchilardan, boshqa insonlardan? Aynan ular mana shu jabhalarda hammasida juda ham yaxshi o'ynay olishadi. Gap hozir 1925-yil to'g'risida ketmoqda. Badenda bo'lib o'tgan ajoyib musobaqada ta'kidlab o'tmoqchiman. Ushbu partiya mana bu Aleksandr Alekhin ajoyib kitobidan olinmoqda. Ya'ni ushbu shaxmatchini jahon chempioni o'zi yozgan kitob emas, aynan bu yoqda qayta yozilgan va boshqa insonlar to'g'risida ushbu shaxmatchini ijodi keltirilgan. Xo'p, demak, ayniqsa misol uchun mana bu Aleksandr Alekhinni boshqa jahon chempionlaridan ajratib turadigan narsasi, ya'ni uni yaqqol asosiy qurollardan bittasi bu kombinatsiya bo'lgan. Nima uchun Aleksandr Alekhinni hamma ko'pchilik shaxmat muxlislari, sharhlovchilari, boshqalar kombinatsiya ustasi deyshadi. Bu narsa bekordan bekormi yoki aslida bu yoqda oson ham shunaqami? Ushbu savollarga mana shu hozir ko'rib o'tadigan partiyamiz to'g'ridan to'g'ri o'ylaymanki sizga javob bera oladi. Va yana bir qiziqarli narsaga e'tibor berishimiz mumkin. Mana shu partiyada boshqa narsani ko'rishimiz mumkin. Faqatgina o'yindagi chiroyni bo'lib o'tayotgan narsani emas. Ya'ni shaxmatchilarning o'yin uslubi. Ya'ni o'sha eski paytlarda hali kompyuter davri kelmagan paytda shaxmatchilar tabiiy holki inson bo'lganligimiz uchun har bir insonni o'zining xarakteridan kelib chiqqan holatda o'yin uslubi bo'lgan va bu narsa yaqqol partiyalarda ko'zga tashlangan. Misol uchun hozirgi paytda kompyuter epoxasi kelgandan keyin bu narsa sekin-sekin chiqishni boshladi. Chunki hammada kompyuter bor va maslahatchi ham aynan kompyuter bo'lganligi uchun hamma deyarli bir xil o'yinni ko'rsatmoqda. Albatta kichkina o'zgarishlar bor, hali ham saqlanib qolgan. Endi bu boshqa masala. Misol uchun hozir ko'rib o'tgan partiyamiz Aleksandr Alekhin birozgina strategik holatdan yomon pozitsiyaga tushgandan keyin aynan o'zi xohlagan o'yin uslubidan kelib chiqqan holatda o'zi xohlagan tarafga o'yinni ko'chirishni boshlaydi. Bu birinchi narsa. Va uning raqibi hamda yaqin do'stlaridan bittasi, hamda hamkasbi ham deyishimiz mumkin, ijodkor shaxmatchi shubhasiz Richard Reyte raqibi bo'lgan. Va ushbu shaxmatchi ham ijodkorligini esdan chiqarmagan holatda, hattoki mana shu o'yinni boshidayoq ijod qilishga va hammaga ma'lum bo'lgan nazariy yo'llardan qochishga harakat qilib, ya'ni bu ijod do'stlar, mana bu boshqa so'z bilan ta'kidlashning iloji yo'q. Ya'ni художество deydi, rus tilida gapiradigan bo'lsak. Va mana shu narsasi bilan ham partiya ko'radiganimiz juda ham qiziq. Va mana shu partiya Aleksandr Alekhinni, ya'ni muallifni o'zining so'zlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, shaxmat karyerasi davomida Alekhin juda ham ko'p partiya o'ynagan. Eng qiziqarli va eng yoqtirgan kuchli partiyalardan bittasi deb mana shu partiyani keltiradi. Lekin afsuski, ushbu partiyasi Badendagi mana shu musobaqada chiroyi uchun birinchi o'rinni qo'lga kiritmagan. Sovrinni. Nimaga? Chunki ushbu musobaqada ushbu sovrinni mukofotini, mana shunaqangi mukofotni o'zi bo'lmagan. Ana o'shanchagina qo'lga kiritmagan. Agarda bo'lganda, shubhasiz ushbu partiya mana shu birinchi o'rinni qo'lga kiritgan bo'lardi chiroy uchun. Bu narsa shak shubhasiz. Keling endi birgalikda hozir ushbu partiyani guvohiga aylanamiz. Agar sizda shaxmat darajangizni kuchaytirish xohishi bo'lsa, u holda sizni onlayn shaxmat strategiya kursiga taklif qilaman. Ushbu kurs yordamida siz o'yinning o'rta qismida rejalar qanday tuzilishi va pozitsion tushunchalar bilimiga ega bo'lasiz. O'tkir o'yinni yaxshi ko'radiganlar uchun esa kombinatsion o'yin kursi to'g'ri keladi. Bu kursda taktik zarbalar topishni va kombinatsiyalar qanday yuzaga kelishini bilib olasiz. Kurslar haqida ma'lumot hamda ularni xarid qilish uchun pastdagi ссылкаga o'tib, Telegram orqali bog'lanishingiz kerak bo'ladi.
Partiyani Richard Ricci biz o'rgangan E2 tur, D tur, C tur, OTF3 yurishlar bilan emas, balkim o'ziga mos bo'lgan holatda ijodkor sifatida J3 yurishi bilan boshlamoqda do'stlar. Albatta bunaqa o'ynash maslahat berilmaydi, lekin o'ynash mumkin emas deyish ham mumkin emas. E5 bilan javob bermoqda Aleksandr Alekhin. OTF3 ga va doskada hozir nima yuzaga kelmoqda? Alekhin himoyasi yuzaga keldi, faqat teskari tarafdan. Odatda Alekhin himoyasi qora tarafidan E2 ga yurishiga qarshi OTF6 yurish bilan amalga oshiriladi. Bu yoqda esa bitta ortiqcha temp oqlarda J3 yurishi va Alekhin himoyasi teskari rangda yuzaga kelmoqda. E4 zarbasidan keyin oddiy tur, D5, D3 darhol markazga hujum qilmoqda oqlar. E7 ferz D3 ga, OTF6, fil J2, fil B4 ga shoh. Alekhin hozir oqlarni biroz debutdagi noaniqligiga amalga oshirganligidan foydalangan holatda tezda rivojlanishni o'z nihoyasiga yetkazmoqchi. Fil D2, fil D2, ot D2, rokirovka hamda C2 C tur. Umuman olganda oqlarning debutdagi noaniqligiga to'g'ri aytaylik yaxshi natijani qo'lga kiritisha olmadi debutdan ustunlikka. Lekin shu bilan birgalikda oqlar ham o'zlarini odatiy tabiiy holatda bo'ladigan mikro ustunligini partiyada qo'lga kiritisha ololgani yo'q. Ot A6 yurishi amalga oshirilmoqda ushbu partiyada. Demak, otni B to'rga kelishi hamda D5 ga tagida C da yurishidan keyin piyodani qaytarib yutib olish maslahatda va shu orqali rivojlanishni ham o'z nihoyasiga yetkazish. C da bo'lmoqda partiyada. Ot B to'rga ferzga hujum, ferz qochgandan keyin esa ot D5. Ot B3 ga, otni ko'rmoqdamiz, endi C5 ga tagiga qarab olib bormoqchi Richard Ricci va bor kuchi bilan ferz va qanotga hujum qilishni boshlamoqchi. C6 yurishidan keyin esa rokirovka, ruh E8, ruh D1 ga hamda fil J4. Hozir piyodaga hujum qilmoqda qorlar. Va lekin tushunib yetmoqdaki, hozir strategik pozitsiyasi biroz og'irlashgan holatda. Agarda u joyda turadigan bo'lsa, u holda shunchaki ferz va qanotni oqlar yo'q qilishni boshlaydi. Mana bu 3 ta figurasi va kamiga fil bilan hujum qilgan holatda. O'shaning uchun u pozitsiyani biroz o'tkirroq bo'lgan kombinatsion ruhga olib borishga harakat qilmoqda. Ruh D2 hozircha himoya qilmoqda o'z piyodasini Richard Ricci, ferz C8. Endi H uchirishiga imkoniyat berayotgani yo'q Alekhin hamda o'z filini almashtirib borishni ham o'ylamoqda keyinchalik va shohni qanotida bo'lgan hujumni olib borishi mumkin bo'ladi balkim. Hozircha esa ot C5, Richard Ricci ko'rmoqdamizki, o'zining rejasi bo'yicha ferz qanotga hujum qilishni davom etmoqda. Fil H3 ga. Va go'yoki hozir filni almashtirib, B7 ga tagida piyodani yutib olish mumkindek ko'rinishi mumkin. Lekin aslida esa fil H3 bo'ladigan bo'lsa, u holda ferz H3, ot B7 va hamda ot J turishdan keyin ikkita yurishda mod xavfi bor. Himoyalanishning yagona yo'li OTF3 ga, u holda esa ikkinchi ot keladi E3 ga tegi chiroyli tarzda ferzga hujum hamda modga hujum qilgan holatda. Agarda mod bo'lishni xohlamasa, u holda otni olish kerak. U holda esa ikkinchi ot keladi E3 ga tegi yana va endi ferzni berishga to'g'ri keladi agarda mod bo'lishni xohlashmasa. O'shaning uchun nima qilmoqda bu yerda Richard Ricci o'z filini hujum ostidan, ya'ni almashtirishdan olib qochmoqda. Javobini esa yana ta'qib qilmoqda o'z hamkasbini. Yana qochdi, yana hujum qildi va bir nechta marotaba ushbu yurishlar takrorlandi. Agarda hozir yana fil J2 bo'ladigan bo'lsa, u holda doskada durang bo'ladi. 3 marotaba takrorlanadi. O'shaning uchun bu yerda Ricci qaror qabul qilish kerak edi, yoki durang, yoki bo'lmasa g'alabaga bo'lgan o'yin. Va aynan mana shu narsani qabul qilmoqda, ya'ni g'alabaga bo'lgan o'yinni. Lekin ushbu yurishdan kamchilik bor. Albatta, F3 hamda J2 kataga turgandan ko'ra fil biroz yaxshiroq edi. Chem mana bu H1 kataga turgandan ko'ra. Va bu narsani kamchiligi qorlarga qarshi o'yin yaratishga imkoniyat beradi. Hozir endi Alekhin o'yinni yana ham o'tkirlashtirmoqchi va asosiy uning maqsadi mana bu J3 kataga bo'lgan bosimni oshirish va mana shu kataga bor kuchi bilan uning orqasidan shohga bo'lgan hujumni olib borish. Oqlar ham o'z navbatida o'zini o'ylagan strategik rejasi bo'yicha amalga oshirmoqda. Ya'ni ferz va qanotdagi hujumni olib borish. B5 zarbasi xavf solmoqda. Shuning uchun hozircha A6, ruh C1 ga, H4 yurishi. Qollar ham o'z rejasi bo'yicha o'ynashni davom etishmoqda. A2 A4, B5 zarbasi yana xavf solmoqda. H va javoban esa ferz C7. Mana shu joyda Richard Ricci agarda qollardan o'ylayotgan narsasini qaytarishni xohlaganda, unda imkoniyat bor edi ushbu narsani qaytarishga. U ham bo'lsa E2 ga yurish orqali. Misol uchun ot qochgandan keyin bo'lishi mumkin ferz B3 ga. Yana bir bor mana bu J3 katagini himoya qilgan holatda.
Bu holda taxminan bo'lishi mumkin ot D7 yurishi va keyinchalik B5 zarbasida ham hattoki balkim berishi mumkin qorilar, to'g'ri oqlar. Lekin asosiy muammosi shundaki, qorilarning hujumi qaytarildi, ha to'g'ri, lekin ular ham Ferza qanotdagi faolligini oldingi darajadalik faolroq olib borishning imkoniyati biroz kamaygan bo'lardi. O'shaning uchun bu narsani xohlamayapti Richard Reyche. Partiyada u tushunib yetmoqda, strategik jihatdan pozitsiya unda yaxshiroq, lekin qorilarning xavfi go'yoki hozir hech narsa, rostdan ham hech narsa yo'qdek doskada ko'rinadi. Javoban B5 zarbasidan keyin Alekhin almashtirmoqda bir marotaba ushbu kadekda va mana shu joydan boshlab uzoq bo'lgan kombinatsiyasini boshlamoqda. U partiyada ruh yechirishni amalga oshirmoqda va go'yoki hech narsa yo'q joyda hozir mana shunaqangi yurish sizga ham yetib kelsa, albatta sizni shok holatiga to'g'ridan to'g'ri tushirish aniq hisoblanadi. G'oyat juda ham tushunarli. Ruh uradi J3, keyinchalik Fers uradi J3 urish orqali shohga bo'lgan hujumni olib borish. Va bu yoqda kamida durang bor yoki bo'lmasam hattoki g'alaba ham bo'lishi mumkin. Himoya qilishni bittagina yo'li bor edi. Birinchi bo'lib biz ruhni olsa nima bo'lishi mumkinligini ko'rib o'tamiz. Demak, F bo'lsa, u holda Fers uradi J3 shoh bo'ladi. Va bu yoqda ikki xil variant bor. Birinchisi shohni olib qochish, u holda ot uchirishidan keyin doskada shunchaki mot bo'ladi. Ikkinchisi biroz cho'ziladiroq, lekin bu ham yordam bermaydi. Fil J2, ot E3 va J2 tagida keyingi yurishda moddan himoyalanishni iloji yo'q. Va endi yagona bo'lgan himoyani ko'rib o'tamiz. U ham bo'lsa fil F3 yurishi himoyani ushlab turishi mumkin bo'lgan yagona yurish edi. Almashtirgandan keyin javoban CB, ot uradi B5, Fers A5 ga bo'lishi mumkin. Ruh hujum ostida agar himoya qiladigan bo'lsa, mana bunaqangi zarba bor orada, to'g'ri. Ruh uradi E1 hamda Fers uradi D2. Javoban ruh B1 bo'lishi mumkin va pozitsiya tengligiga qaramasdan juda ham o'tkirligicha qoladi. Partiyada esa do'stlar, inson tabiatiga xos bo'lgan narsa yuzaga kelmoqda va xato qilishlikka oxir-oqibat majbur qilmoqda Aleksandr Alekhin o'z raqibini. Ot F3 urishini amalga oshirmoqda Richard Reyche partiyada. Va bu esa noto'g'ri. Javoban CB bo'lmoqda. Fers uradi B5 va bu narsa yuqorida Alekhin o'ylagan ruh E3 yurishidan keyin davom etayotgan kombinatsiyasi hisoblanadi. Ya'ni mana shu variantlarni hammasini Alekhin partiya davomida ko'ra bilgan. Javoban esa ot C3 ga Fersga hujum ko'rmoqdamiz. Va bu yoqda ham ikki xil variant bor. Albatta, C4 ga qochishdan hech qanaqangi foyda yo'q, chunki B5 zarbasidan keyin Fers qochishiga to'g'ri keladi va bironta bir yaxshi katak yo'qki Fersga qochishi mumkin bo'lgan materialni oqlar yo'qotmagan holatda. O'shaning uchun Fers uradi B7 zarbasi juda ham aniq hisoblanadi va go'yoki hozir Ferslarni almashtirishni tutib olgandek ko'rinishi mumkin va shu orqali doskada Fers ketgandan keyin hujum qilish imkoniyati kamaygandek ko'rinishi mumkin. Lekin aslida bular hammasi Alekhinning rejasi bo'yicha ketayotgan narsalar edi. Javoban qorilar ot E2 shoh bilan javob berishmoqda. Vilka hozir doskada. Agar shohni F1 ga olib qochadigan bo'lsa, u holda kutilmaganda ot J3 yurishi yetib keladi oqlarga. F yurishidan keyin esa fil uradi F3, fil uradi F3, ruh uradi F3, shoh J2 va ikkinchi ruh o'yinga kiradi J3 tagida olish xavfi bilan. Shoh berishi mumkin, yana bir bor shoh va himoya qilish mumkin to'g'ri o'z pedasini. U holda esa ikkinchi ruh keladi B3 tagiga va ham mod xavfini yaratadi ikkita yurishda, ham otga hujum qiladi himoyasiz turgan. Agarda himoyalanadigan bo'lsa moddan, u holda shunchaki ruh uradi B7 va ortiqcha figura doskada ot qorilarga g'alaba keltiradi. Ushbu variantlarni ko'rgan Richard Reyche shohni H2 tagiga olib qochmoqda va ruh bilan olishni xavfini yaratmoqda keyingi yurish bilan. Va mana shu joyda kombinatsiyani ikkinchi qismi boshlanmoqda Alekhin tarafidan. Ot E4 yurishi do'stlar. Ushbu yurishdan maqsad bu mana shu kombinatsiyani boshlanishi hisoblanadi. Ikkinchisini mana bu B7 tagidagi himoyasiz turgan otni yutib olish. Va go'yoki sizda savol paydo bo'lishi mumkin. Qanday qilib bu narsa mumkin? Ot umuman boshqa joyda turibdi. Ya'ni doskani bu chekkasida turgan narsa doskani boshqa chekkasida voqealar yuzaga kelmoqda. Lekin bu narsa to'g'ridan to'g'ri kombinatsiyalar rejasiga kiradi Aleksandr Alekhinni. Va hammasi e'tibor beramiz do'stlar, ot E4 yurishidan keyin boshlanmoqda va kombinatsiyaning umumiy yurishlarining hisobi 12 ga yetadi. Va orada bo'lib o'tadigan hamma variantni ham albatta partiya davomida Aleksandr Alekhin hisoblab chiqqan. Hozir ushbu shedevrni guvohiga aylanamiz. Birinchi bo'lib
ruhni olish mumkin emas yoki mumkin degan savolga javob berib o'tamiz. U holda ot uradi D2 bo'ladi. Ot hujum ostida, ruh hujum ostida. Agarda bu yoqda ruhni olib qochadigan bo'lsa, hujum qilgan holatda u holda fil D3, fil D3 hamda ot D3 urishidan keyin oqlar materialni yo'qotishiga to'g'ri keladi. Agarda ot bilan oladigan bo'lsa otni D2 da, u holda javoban ot C1 va ortiqcha material, to'g'rirog'i sifat yana qoralarda. O'shaning uchun bu yoqda ruh C4 yurishini tanlamoqda Richard Reti juda ham to'g'ri yurish, otga hujum qilmoqda, lekin bu ham Alekhinni kombinatsiya rejasiga kirgan edi. Javoban ot F2, endi esa ot H1, keyinchalik fil F3 zarbasi figurani yutib olish xavfi yaralmoqda. Shuning uchun filni olib qochmoqda hujumdan Richard Reti. Fil E6 juda ham muhim bo'lgan resurs. Ruhga hujum qilgan holatda temp bilan otga joy bo'shatmoqda J4 katagida. Ruh C2 kelmoqda ikkinchisi, otga hujum, ot J4 ga shoh. Bu yoqda endi H1 kataga qochish mumkin emas, chunki A1 katagidan shoh yetib keladi va shu bilan o'yin o'z nihoyasiga yetadi. Shuning uchun shoh H3 yurishi. U holda esa ot E5 ga fil taraflama shoh, javobini esa shoh H2 va navbatdagi zarba ruh uradi F3. Bu ham kombinatsiyani rejasiga kirgan yurishlardan bittasi hisoblanadi. Endi agar filni oladigan bo'lsa, u holda ot F3, vilka, shoh Sh2, ot D2, ruh D2 hamda ruh A3 yurishidan keyin J3 katagida piyodaga hujum, shoh bo'lgan holatda o'shaning uchun go'yoki otni olish kerak. U holda esa fil D5 shoh yurishidan keyin otni yutib olishadi qollar va yana ortiqcha figura bilan doskada qolib ketishadi. O'shaning uchun Richard Reti javoban ruh uradi E2 yurishi bilan javob bermoqda va otga hujum qilmoqda. Ot J4 ga shoh, yana shohni H1 kataga olib qochish mumkin emas, o'sha A1 katagidagi shoh tufayli. O'shaning uchun shoh H3 ga yana majburiy yurish. Javobini esa ot kelmoqda E3 kataga shoh, vilka bu ham va javobini almashtirgandan keyin fil D3 zarbasi yuzaga kelmoqda. Va kombinatsiyani oxirgi nuqtasi, oxiriga qo'yilgan mana bu pechat deyiladi-ku, ot D4 yurishi do'stlar. Bu esa vilka. Va mana shu joyda Richard Reti o'z mag'lubiyatini tan olmoqda. Nima uchun? Go'yoki himoya bordek ko'rinishi mumkin. Ruh E3 yurish orqali. Ha, lekin almashtirgandan keyin shoh berishadi qorlar va shoh har qayoqqa qochgandan keyin buni ahamiyati yo'q. H1 ga qochadimi, J1 ga qochadimi? Misol uchun J1 ga deylik. U holda fil D5 yurishidan keyin kombinatsiyani boshidagi ot B7 katagidagi qo'lga tushayotganligini ko'rmoqdamiz. Va afsuski himoya qilishning iloji yo'q, chunki mana bu B3 katagini ham fil o'z nazoratida ushlab turibdi. Ya'ni do'stlar, tasavvur qilishingiz mumkin, boshidagi ot E4 yurishidan keyin mana shu bo'lishi mumkin bo'lgan hamma variantni doskada Aleksandr Alekhin o'yinda hali bo'lmasidanoq o'z xayolida hisob-kitob qilib chiqqan. Mana shunaqangi partiyani ko'rgandan keyin tabiiy holki 4-jahon chempioni Aleksandr Alekhinni hech shak shubhasiz kombinatsiyalar qiroli deyishimiz mumkin va chempionlar o'rtasida eng ajralib turadigan eng kuchli jihati ham aynan kombinatsiya bo'lganligiga ishonch hosil qilishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. O'ylaymanki sizga partiya ma'qul keldi va o'ziga yarasha zavqqa erishingiz deb o'ylayman va shu orqali Aleksandr Alekhin nima uchun kombinatsiyalar qiroli deyishligi degan savolga ham javob topdingiz deb o'ylayman. Mana sizlar bilan xayrlashaman do'stlar. Kelasi videoda ko'rishguncha deb qolaman. Xayr, salomat bo'ling.